Maqanda treni huketdi. Salam dostlar, yaxshimi? Bugun sizlarga akayginim bo'lsa, shakarotliq chuychi. Olib turdi, tanam shunchalik yaxshi, ma videomni tafsili ag'ashqa sal uzra ketib qoldi. Yurakdan beni besitib ko'msanlarma 100 kilometrajimi? Unda bo'lsa boshlab ketdik. Seriq maydan 250 gram, sumayda 100 gram janlab ko'p turib olamiz. Men sumay qo'yishni unutib qolib, mana keyindan qo'ydim. Endi seriq mayimiz ko'p bo'lguncha tanfunda 300 gram janlab tayyor qilamiz. Andan tuxumdan 6 tal, undan 760 gram, fudafında 15 gram. Muşlarni janlab tayyor qilamiz. Mana seriq mayimizni oppoq holatda ko'payibdi. Endi tanfunda silib, tekshirib aralashtirayotgandan keyin tuxumni birdan asta-asta holatda qo'yib olamiz. Tuxumimiz taxminan 3 minutdan 4 minut atrofida ko'p bo'ldi. Ko'p bo'lgandan keyin unimizni silib, tekshirib aralashtirib bo'lgandan keyin asaq tayyor bo'ldi. Mana bu shu videoda ko'rsatilgan so'z siqsanlar bo'ldi. Endi siqishdan burun cho'qim tekshirib aralashtiramiz. Ostiga o'ltirib olgan seriq maylar bo'lib qolsa, tekshirib aralashtirib siqmasanlar, pechenlarning shakli chiqib qoldi. Ximirimizning holati yumshoq emas, qattiq emas, normal holatda chiqadi. Tez qilmasanlar, oxirgi bir qit qolsa, shunchalik tesgan do'stlar. Mana pishib chiqdi. Mushunda suzuk holatda olamiz. Endi sap shaklimizni qaynoq suvning ustiga qo'yib, mana shunday holatda eritib olamiz. Agarda quyuq qolsa, salayoda azir qo'yasanlar bo'ldi. Mana bu holatda shakllat qilmilab, azoq bo'ldi. Tonunchida ayrimxonada qoldirgan uchuringlarning hammani ko'rdim do'stlar. Bir-birlab javob qaytarib bulamay qoldim. Nurg'un ish bilan oldim, lekin texga kirishtirib ovoz berib deganda qilib bulamdim do'stlar. Adidan boshlab bir-birlab chiqarib beray. Ondan bu ximirimizda mana manda chuychi siqsanlar bo'ldi do'stlar. Ben chiqaga o'lchamlardan foydalanyapsizlar do'stlar. Pishirgan pishiriqlar bo'lsa